Qarsildoq baqlajonni albatta restoranlarda tatib ko'rgan bo'lsanglar kerak. Endi uy sharoitida ham shunaqa tayyorlaymiz. Baqlajonni yaxshilab yuvib, artib olamiz va kubik shaklida to'g'raymiz. Endi esa tayyorlab olamiz. Kanishro unidan foydalanamiz. 2 osh qoshiq kanishro unidan solamiz va unga suv solib, ozgina tuz solib, shunaqa quyuq massa tayyorlab olamiz. Tayyor bo'lgan klarimizga baqlajonlarimizni yaxshilab hamma joyiga tekkizib cho'miltirib olamiz va qizib turgan yog'ga qovurishga solamiz. Hamma joyini qip-qizil qilib qovurib olamiz va sousini tayyorlaymiz. Sousi uchun zaytun yog'i, anor suvi, balzamический sos, balzamический sos krem va ozgina tuz, limon suvi, oregano pripravasini solib yaxshilab aralashtirib tayyorlab qo'yamiz. Iceberg bilan rukolani qo'limiz yordamida bo'laklarga bo'lib olamiz va unga tayyorlab qo'ygan sousimizni solib aralashtirib idishga solamiz. Buni orasida baqlajonlarimiz ham qizarib chiroyli bo'lib qovurib olindi. Endi unga esa 1 osh qoshiq aroid sousini solib yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan zelenli massamizning ustiga baqlajonlarimizni qo'yib olamiz va uni ustiga pomidor, kashnichni qo'yib chiroyli qilib podacha qilamiz. Tayyorlab ko'ramiz. Videom yoqqan bo'lsa, sizlardan layklarni kutib qolaman. Yaqinlaringlar bilan ham baham ko'rishni unutmanglar.